2026 yilgi yangi Ravon Spark o'zining zamonaviy dizayni, qulay salon tuzilishi va tejamkor dvigateli bilan O'zbekiston bozorida katta qiziqish uyg'otmoqda. Ushbu model avvalgi avlodlarga nisbatan yanada ixcham, ammo ichki joyi kengroq qilib yaratilgan. Old optikalar LED texnologiyasida bo'lib, avtomobilga zamonaviy va jozibali ko'rinish beradi. Yangi Ravon Sparkda 1,2 litrli benzinli dvigatel o'rnatilgan bo'lib, u 85 ot kuchi ishlab chiqaradi. Dvigatel avtomatik yoki mexanik uzatmalar qutisi bilan birgalikda taklif etiladi. Yonilgi sarfi shahar sharoitida 6,5 litr, trassada esa 5 litr atrofida bo'lib, bu uni o'z segmentida eng tejamkor avtomobillardan biriga aylantiradi. Salon dizayni soddalik va qulaylikni birlashtirgan. Markaziy panelda sensorli multimedia ekran, Bluetooth va ulanishlar hamda orqa kamera funksiyasi mavjud. Komfort uchun konditsioner, elektr oynalar, markaziy qulflash tizimi va rulni balandlik bo'yicha sozlash imkoniyati qo'shilgan. Xavfsizlik jihatidan 2026 yilgi Ravon Spark 2 ta old xavfsizlik yostiqchasi, ABS tormoz tizimi va barqarorlik nazorati bilan jihozlangan. Bundan tashqari, avtomobil korpusi mustahkam metall aralashmalardan ishlab chiqilgan bo'lib, avariya paytida zarbani kamaytirishga yordam beradi. Narx bo'yicha Ravon Spark o'rtacha daromadli haydovchilar uchun mo'ljallangan, ya'ni qulay narxda zamonaviy va ishonchli shahar avtomobili hisoblanadi. U asosan yosh haydovchilar va oilalar uchun ideal tanlov bo'lib, kundalik foydalanish uchun juda mos. Agar siz kichik, chiroyli, tejamkor va ishonchli avtomobil izlayotgan bo'lsangiz, yangi 2026 yilgi Ravon Spark aynan siz uchun. 2026 yilgi yangi Ravon Spark o'zining zamonaviy dizayni, qulay salon tuzilishi va tejamkor dvigateli bilan O'zbekiston bozorida katta qiziqish uyg'otmoqda. Ushbu model avvalgi avlodlarga nisbatan yanada ixcham, ammo ichki joyi kengroq qilib yaratilgan. Old optikalar LED texnologiyasida bo'lib, avtomobilga zamonaviy va jozibali ko'rinish beradi. Yangi Ravon Sparkda 1,2 litrli benzinli dvigatel o'rnatilgan bo'lib, u 85 ot kuchi ishlab chiqaradi. Dvigatel avtomatik yoki mexanik uzatmalar qutisi bilan birgalikda taklif etiladi. Yonilgi sarfi shahar sharoitida 6,5 litr, trassada esa 5 litr atrofida bo'lib, bu uni o'z segmentida eng tejamkor avtomobillardan biriga aylantiradi. Salon dizayni soddalik va qulaylikni birlashtirgan. Markaziy panelda sensorli multimedia ekran, Bluetooth va ulanishlar hamda orqa kamera funksiyasi mavjud. Komfort uchun konditsioner, elektr oynalar, markaziy qulflash tizimi va rulni balandlik bo'yicha sozlash imkoniyati qo'shilgan. Xavfsizlik jihatidan 2026 yilgi Ravon Spark 2 ta old xavfsizlik yostiqchasi, ABS tormoz tizimi va barqarorlik nazorati bilan jihozlangan. Bundan tashqari, avtomobil korpusi mustahkam metall aralashmalardan ishlab chiqilgan bo'lib, avariya paytida zarbani kamaytirishga yordam beradi. Narx bo'yicha Ravon Spark o'rtacha daromadli haydovchilar uchun mo'ljallangan, ya'ni qulay narxda zamonaviy va ishonchli shahar avtomobili hisoblanadi. U asosan yosh haydovchilar va oilalar uchun ideal tanlov bo'lib, kundalik foydalanish uchun juda mos. Agar siz kichik, chiroyli, tejamkor va ishonchli avtomobil izlayotgan bo'lsangiz, yangi 2026 yilgi Ravon Spark aynan siz uchun.